Unda mavzuni boshlaymiz. Hurmatli vrachlar, biokimyoni boshlanish mavzusi ham bizda gastrointestinal traktni ba'zi bir tushunchalari bilan boshlangan. Chunki oshqozon ichak traktini buzilishi bu kasallikning ildizi hisoblanadi. Ya'ni misol uchun organizmda trillion hujayra deydigan bo'lsak, har biriga energiya yetib borishi kerak. Bu energiya manbasi albatta oshqozon ichak traktidan hazmlanib, absorpsiya bo'lib kelayotgan, demak, oziqa hisoblanadi. Bu yerda ko'ramiz hozir birgina glyukoza misolida, xudo xolasa biokimyoni ham bir takrorlagan bo'lamiz. Hurmatli vrachlar, mana buni og'iz bo'shlig'i deb olamiz. Bundan keyin bizda qizil o'ngach, oshqozon mana duodenum 12 barmoqli ichak va bizda yeyunum och ichak boshlanib ketadi. Ana endi bizda uglevodlar metabolizmini ko'rganimizda uglevodlar asosan polisaxarid ko'rinishda qabul qilinardi. Masalan, kartoshka tarkibida bo'lishi mumkin yoki shirinlik tarkibida bo'lishi mumkin. Asosan polisaxarid ko'rinishda qabul qilinib, dastlabki hazmlanish og'iz bo'shlig'ida boshlanadi. Demak, bizda gastrointestinal traktda birinchi muhim tushuncha bu hazmlanish. Hurmatli vrachlar, hazmlanish bu nima? Hazmlanish og'iz orqali qabul qilingan murakkab polimer molekulalarni hazm yo'lida hazm fermentlari ishtirokida parchalanib, o'zgarishga uchrab, demak, ichak hujayralariga so'rilishga tayyor holatga kelishi. Bu hazmlanish. Birinchi tushuncha demak tushunarli bo'ldi. Hazmlanishda ishtirok etadigan komponentlar bor. Bu hurmatli vrachlar, oshqozon ichak traktidan ishlab chiqariladigan shilliqlar, bundan tashqari so'lak bezlari o'zidan amilaza yoki lipaza ishlab chiqaradi. Bundan tashqari oshqozonda hujayralar xlorid kislota ishlab chiqarib yoki pepsinogen ishlab chiqarib oqsillarni hazmlashda ishtirok etadi. Bundan tashqari hurmatli vrachlar, hazmda ishtirok etuvchi eng muhim organlardan biri bu jigar hisoblanadi. O'zidan o't kislotalar ishlab chiqarib, yog'ni hazmlashda qatnashib qo'yadi. Ekran ko'rsatmayapsizmi hozir? Ekran ko'rsatyapti. Ekran ko'rinmayapti deymanda. Xo'p, endichi? Endi mana ko'rindi. Bo'ldi, ko'rindi. Mana chizaytuvdim. Aha. Bo'ldi. Demak, glyukoza misolida boshlaymiz. Esimizda bo'lsa, hurmatli vrachlar, organizmda polimer mahsulotlar qabul qilingandan keyin demak, bu oshqozon ichak traktida hazm fermentlari yordamida parchalanib, o'zgarishlarga uchrab, ichak hujayralariga, och ichak, yonbosh ichak hujayralariga absorpsiya bo'lish uchun tayyor mahsulotgacha parchalanib keladi. Demak, birinchi tushunchamiz nima bo'ldi? Hazmlanish. Hazmlanish bu og'iz orqali qabul qilingan murakkab polimerlarni hazm yo'lida hazm fermentlari ishtirokida parchalanishi va absorpsiyaga tayyor mahsulotni hosil bo'lishi. Undan keyin hurmatli vrachlar, bizda absorpsiya bor edi. Absorpsiya bu so'rilish. Absorpsiya bu ichak hujayralariga mana shu hazmlanib kelgan mahsulotlar so'rilib, undan keyin qon orqali qayerga boradi? Jigarga boradi. Jigardan keyin umumiy sirkulyatsiyaga qo'shilib, bizda har bir hujayraga oziq mahsuloti yetkaziladi. Masalan, glyukoza qon orqali kelgandan keyin undan hurmatli vrachlar nima hosil bo'lardi? Piruvat hosil bo'lardi. Piruvatdan mitoxondriyada asetil-CoA Krebs sikliga kirishadi. Bundan bizda NADH bilan FATH2 hosil bo'lib, elektron transport zanjiri orqali oxirida ATF energiyasi hosil bo'ladi. Demak, mana shu ATF energiyasini hosil bo'lishi uchun bizda hurmatli vrachlar, gastrointestinal trakt orqali qabul qilingan, yeyilgan mahsulotlar hazmlanib, ya'ni hazm fermentlari ishtirokida hazmlanib, undan keyin absorpsiya bo'lishi kerak. Ana endi mana shu ikki jarayonda buzilish hurmatli vrachlar, bizda yeyilgan mahsulotlarni bir befoydaga ketishga sabab bo'ladi. Ya'ni bular so'rilmasdan, absorpsiya bo'lmasdan hujayralarga yetkazilmaydi.
hujayralarda yetarli ATF hosil bo'lmagandan keyin bizda eng molekulyar darajadagi, ya'ni hujayra darajasidagi patologiyalar yuzaga keladi. Shuning uchun hurmatli vrachlar, menimcha любой sohadagi vrachlar gastrointestinal traktdan hech bo'lmaganda o'rta darajadagi bilimga ega bo'lishlari kerak. Ya'ni tushunishimiz kerak, gastrointestinal traktda yallig'lanish bo'lsa yoki qanaqadir fermentopatiyalar bo'lganda, defitsitlar bo'lganda, oziqalar so'rilmaganligi uchun ham boshqa sistemalarda ham muammo bo'layotgan bo'lishi mumkin. U kardiovaskulyarda faqat qon tomir bilan bog'liq yoki yurakni o'zini patologiyalar bilan bog'liq emas. Ularga kelayotgan oziqa manbalaridan ham buzilish mumkin. Oddiygina ter kasalliklardagi o'sha vitiligo, ya'ni pigmentatsiyani buzilish, hurmatli vrachlar, bir nechta etiologiya bo'yicha yuzaga keladi. Deylik avtoimmun yoki bo'lmasa fermentni genetik defitsiti, ya'ni shu yerdagi tirazinaza. Endi hurmatli vrachlar, shu vitiligoni ovqatlanishga bog'lash ham mumkin. Ya'ni masalan, bilamiz, melanotsitlarda, melanin pigmenti hosil qiluvchi hujayralarda nima bor? Retseptor bor. Bu retseptor, hurmatli vrachlar, nimani sezadi? Melanostimullovchi gormonni sezadi. Melanostimullovchi gormon bu gipofizni o'rta bo'lagidan ishlab chiqariladigan gormon. Melanostimullovchi gormon kelib, o'zini retseptoriga ta'sir ko'rsatgandan keyin melanotsitlar aktivlanadi. Xo'p, bo'ldi, signal hosil bo'ldi. Demak, bizda endokrin ahamiyati melanostimullovchi gormon kelib, melanotsit hujayralarini stimullashdan iborat. Signal hosil qilib berish kerak. Endi qon tomir orqali kelgan tirazin gormoni nima bor edi? Tirazin aminokislotamiz bor edi. Tirazin aminokislotamiz deoksifenilalaninga aylanib, undan tirazinaza fermenti natijasida melanin pigmentini hosil qiladi. Aytaylik, oshqozon ichak trakti yallig'lanib yotibdi, oqsillarni hammasi so'rilishi buzilgan. Natijada tirazinda absolyut yetishmovchilik yuzaga kelib, melanin hosil bo'lishi ham kamayib ketadi. Shuning uchun hurmatli vrachlar, bugungi mavzuyimiz muhim. Malabsorpsiya sindromi. Ya'ni bizda gastrointestinal traktda hazmlanish bilan absorpsiya degan boshlang'ich ikkita muhim tushuncha bor. Hazmlanish bu kirayotgan polimer mahsulotlarni hazm fermentlari qayerdan ishlab chiqarishni farqi yo'q. So'lakdanmi, oshqozon osti bezidanmi? Hazm fermentlari ta'sirida shu polimer molekulalarni parchalanib, so'rilishga, absorpsiyaga tayyor mahsulotni hosil qilishi. Bo'ldi, shu bilan hazmlanish tugaydi. Ana endi ikkinchi jarayon absorpsiya. Bu intratsitlarga so'rib olib, manbalarni qonga o'tkazib, umumiy sirkulyatsiyaga qo'shib berishdan iborat. Xudo xolasa, bugun mana shu malabsorpsiya sindromida absorpsiyani buzilishini ko'rib o'tamiz. Malabsorpsiya bilan, hurmatli vrachlar, maldigistiya degan patologiya bor. Bu xudo xolasa endi qiyin bo'lmaydi. Malabsorpsiya absorpsiyani buzilishi. Ya'ni mana bu yerda manba so'riladi dedik. Mana manba so'rilib absorpsiya bo'ladi. Shu absorpsiya buzilsa, bu malabsorpsiya sindromi. Ana endi maldigistiya degani, maldigistiya bu hazmlanishda buzilishi. Ya'ni kiradigan mahsulotlar bizda absorpsiyaga tayyor mahsulotni hosil qila olmaydi. Masalan, bunga bitta oddiy klinik misol esimizda bo'lsa, hurmatli vrachlar, so'lak bezlarini fibrozlanib qolishi bor edi. Fibrozlanib qolib, qattiqlashib, so'lak bezlaridan nima ishlab chiqarilmaydi? Alfa amilaza ishlab chiqarilmaydi. Natijada qattiqroq shirinliklar, aytaylik, pecheni yeganda yoki mana shunaqa uglevodlarga boy qattiqroq mahsulot yeganda disfagiya yuzaga kelardi, yutishda qiyinchilik. Chunki alfa amilaza ta'sirida u parchalanib, yutish osonlashib, ana endi 12 barmoqli ichakda to'liq monosaxaridlarni hosil qilish kerak edi. Mana shu bizda maldigistiya deyiladi. Ya'ni hazmlanishda buzilishi. Bularning bir turiga fermentopatiyalar ham kiradi. Etiologiyalar malabsorpsiyada hazm bo'lgan ovqat so'rilishi buziladi. Tepada aytib o'tdik. Masalan, ichak shilliq qavatini yallig'lanishi. Seliak kasalligi bor, xudo xolasa bugun ko'ramiz. Yoki maldigistiyada
oshqozon ichak traktida parchalash uchun kerak bo'lgan parchalovchi manbalarni nima qilishi yetishmovchiligi. Masalan, oshqozon osti bezini egzokrin yetishmovchiligi yoki orli stat qabul qilish. Sanoat opa, Dilnoza opa, Gulnora opa tushundik-a? Malabsorpsiya bilan maldigestiyani bir-biridan farqini. Bittasi absorpsiyani buzilishi, bittasi shu absorpsiyagacha buzilish. Ya'ni polimer molekulalarni bunday nimasi buziladi? Hazmlanishi buziladi. Xo'p. Mana bu maldigestiyada, hurmatli vrachlar, bu yangi tushuncha bo'lishi mumkin. Balki boshqacha nom bilan taniysizlar. Maldigestiyada ba'zida absorpsiya yaxshi bo'lishi mumkin, ya'ni so'rilish. Lekin manbani so'rilmasligiga sabab shu so'rilishga tayyor mahsulotni hosil bo'lmasligi. Oshqozon osti bezini egzokrin yetishmovchiligi degani bo'ldi. Bu yerdan endi lipaza ishlab chiqarish, amilaza ishlab chiqarish, proteazalar ishlab chiqarish buzilgan. Egzokrinlik funksiyasi 12 barmoqli ichakka ferment ishlab chiqarish edi. Endi shu xususiyati buzilgandan keyin odam masalan yog' iste'mol qilgan, oqsil iste'mol qilgan, kelib 12 barmoqli ichakka tushyapti. Oshqozon osti beziga ishonib, fermentlarga. Endi oshqozon osti bezi fermentlari ishlamasligi hisobiga, ishlab chiqarilmaganligi hisobiga bu manbalar nima qila olmaydi, parchalanmaydi. Natijada absorpsiya bo'lmaydi, chunki absorpsiyaga tayyor mahsulot hosil qilish uchun oshqozon osti bezi ferment ishlab chiqarmadi. Natijada hurmatli vrachlar, bu bizda maldigestiya kasalligi. Mana egzokrin yetishmovchiligi yoki orli stat qabul qilish. Orli statni bilamiz, ozdiruvchi dori sifatida ichiladi. Bu hurmatli vrachlar, buni ichgandan keyin steatariya bo'ladi, ya'ni yog'li axlat. Chunki oshqozon osti bezidan ishlab chiqarilgan lipazalarni aktiv qismiga orli stat dorisi borib o'tirib oladi. Natijada bu lipazalar yeyilgan yog'ga ta'sir ko'rsata olmaydi. Chunki bu lipazalarga orli stat borib o'tirib, uni xuddiki ingiberlab qo'ydi. Natijada lipaza ham, yog'lar ham axlat orqali chiqib ketadi. Umumiy simptomlar, hurmatli vrachlar, ya'ni so'rilish bilan hazmlanishda buzilish, rivojlanishdan orqada qolish, yetarli rivojlanmaslik, kattalarda surunkali ich ketish yoki vazn yo'qotishga sabab bo'ladi. Tashxisni Xudo xolasa har bir kasallikda hozir ko'rib o'tamiz. Bu yerda ko'rsatilgan, agarda shu malabsorpsiya sindromi bilan maldigestiya kasalligi ikkalasi bo'lsa, organizmda qanaqa o'zgarishlar bo'ladi? Alopetsiya, ya'ni hurmatli vrachlar, soch to'kilishi mumkin, bu ruhni yetishmovchiligidan. Bundan tashqari anemiya, masalan, temirda so'rilishi buzilgan, vitamin B12 yoki folat kislota, ya'ni vitamin B9 ni defitsiti buzilganligi hisobiga odamda kasalda mikrositik va makrositik, ya'ni megaloblastik anemiya kelib chiqishi mumkin. Natijada hurmatli vrachlar, bizda pallor oqarishlar yoki eritrotsitlarning gemolizi hisobiga sariqlik belgilari ko'rinishi mumkin. Atrofik glatsit, ya'ni tilning yallig'lanishi, bu temir kamligidan, vitamin B12 va folat kislota kamligidan, hurmatli vrachlar, qon yetarli kelmasdan yallig'lanish paydo bo'ladi. Bundan tashqari buqoq bo'ladi bemorda, aynan yod yetishmovchiligi hisobiga gipotireozga tushib qolishi mumkin. Vazn tashlash, kaheksiya, yaxshi oziqlangan bo'lsa ham, lekin u so'rilishi va hazmlanishi buzilganligi hisobiga yetarlicha vazn yig'a olmaydi, hujayralarga energiya, undan tashqari depo manba kelmayapti. Osteomaliatsiya bilan raxit bo'lishi mumkin, vitamin D defitsiti hisobiga. Bundan tashqari hurmatli vrachlar, diareya, ich ketish, tetaniya, ya'ni kalsiy defitsiti hisobiga. Gulnora opa, gipokalsimik tetaniyani mexanizmi qanaqa edi? O'tgan safar tushuntirdingiz shuni. Aha.
Qanaqa meta. ion kanallari bor? Natriy bilan xlor ion kanallari bor. Xo'p, Nat mana ka- xlor bilan natriy ion kanallari bor. Bittasi manfiy, bittasi musbat. Natriy ion kanallarini kalsiy bloklab turadi. kalsiy regulyatsiya qilib turadi, bloklab turadi. Regulyatsiya qilib turadi. Kalsiy kamayganda natriy ion kanallari natriy ko'payib ketadi-da, anaqaga ko'p kiradi. Musbat zaryad ko'payib ketadi. Neyronni ichida Neyronni ichida. musbatlashib ketib, harakat potensiali yuzaga keladi. Yuzaga keladi. Keyin qisqarish tebranish Qo'zg'atuvchi bo'ladi. neyромediatorlar hisobiga muskul kuchli qisqaradi. Qisqaradi. Glitsinni ta'sir mexanizmi qanaqa edi? Glitsin xlor ionlarini kanalini aktivlab, ichkariga xlor kirishini xlor kirishini kuchaytiradi-da, anaqa manfiylashadi neyron. Manfiylashib bo'shashtiradi neyronlar. Shuni hisobiga tinchlik potensiali yuzaga keladi. Ya'ni ichkari manfiylashsa tinchlik potensiali, musbatlashsa harakat potensiali. Ana endi kalsiy hozir defitsit bo'lyapti, so'rilish buzilgan. Shuni hisobiga natriy ion kanallari erkin qolib ketdi. Ichkariga o'tib, gipokalsimik tetaniya yuzaga keladi. To'g'ri opa. Mana asosan periferiyada. Undan tashqari degidratatsiya, ya'ni diareya hisobiga organizm suvsizlanib, teri turg'unligi pasayib ketyapti. Edema, oqsil defitsiti hisobiga periferiyada shish. Ana endi hurmatli vrachlar, oson qonashlar bo'ladi. Shuni hisobiga mana terida kichik toshmalar, ya'ni pitxiyalar ko'rilyapti. Vitamin K defitsiti hisobiga bu. Undan tashqari terida yara bo'ladigan bo'lsa, bitishi qiyinlashishi. Bu ham ruhda defitsiti hisobiga. Umumiy holatda vitaminlar, minerallar defitsiti hisobiga bu belgilar kelib chiqqan. Chunki vitamin bilan mineral har doim oziq orqali qabul qilinishi kerak. Organizmda alohida sintez reaksiyalari yo'q. O'shaning uchun bu yerda so'rilish va hazmlanish buzilgan va bu manbalar yaxshi yetib bormayapti. Natijada yuqorida sanab o'tgan mana 10 dan ziyod belgilarga sabab bo'lishi mumkin. Birinchisi, hurmatli vrachlar, bu ingliz tilida celiak kasalligi deyiladi. Celiak kasalligi bu ichakning yallig'lanish kasalligi. Malabsorpsiya sindromida bir nechta umumiy belgilar bo'lishi mumkin. Masalan, diareya, ich ketish, steatariya, ya'ni najasdan yog' chiqishi, vazn tashish, charchoq, vitamin va minerallarning defitsiti bo'lishi mumkin. O'shanda mana axlat Sudan-Stein bo'yog'ida tekshirilganda axlatda yog' aniqlanyapti. Bu malabsorpsiya sindromiga umumiy xos belgilar. Ya'ni diareya, steatariya, vazn tashish, charchoq, vitamin va minerallarning defitsiti. Ana endi malabsorpsiya sindromiga xos bo'lgan birinchi kasallikni ko'rib o'tamiz. Bu celiak kasalligi. Celiak kasalligi bu ichakni yallig'lanish kasalligi. Ichak yallig'lanadi. Undan tashqari mukozal atrofiyaga uchrab ketadi. Ichakda mikrovarsinkalar to'kilib tushib, ichakda shilliq qavati atrofiyaga uchrab ketib, so'rilish yuzasi kamayib ketadi. Hozir xudo xolasa ko'ramiz. O'tgan darslarda aytdik, hurmatli vrachlar. Demak, bizda donli mahsulotlar tarkibida nima bor? Gluten bor, Mana gluten. Gluten oqsili bor. Gluten oqsili bu bitta katta oqsil deb olsak, mana bunday katta oqsil. Gluten tarkibida gliadin degan kichik oqsilchalar bor mana. Mana shu celiak kasalligida aynan glutendagi gliadin oqsilchaga qarshi antitelalar hosil bo'ladi. Mana antitelalar, ya'ni immunoglobulinlar hosil bo'ladi. Natijada hurmatli vrachlar, mana gluten qabul qilinganda, dukkakli mahsulotlar tarkibida, non tarkibida gluten tushganda tarkibdagi gliadin degan oqsilga qarshi
immunoglobulinlar shakllanib, immunoglobulin bor degani bo'ldi. Orqadan makrofag keladi, neytrofil, T limfositlar kelib, shu sohada yallig'lanish paydo bo'ladi. Bu, hurmatli vrachlar, bo'lishi mumkin autoimmun kasalliklar natijasida. Mana autoimmun kasalliklar. Organizmda luboy bir autoimmun kasallik bo'lganda, aytaylik qandli diabet yoki qalqonsimon bezdagi autoimmun kasalliklar natijasida seliak kasalligi ham rivojlanib qolishi mumkin. Chunki bir qoida bor edi, bir autoimmun patologiya boshqa bir autoimmun patologiyaga sabab bo'ladi. Bundan tashqari genetik bo'lishi mumkin. Mana EGLA DQ2 bilan DQ8 genlarida mutatsiya tufayli glutenga sezuvchi enteropatiyalar, ya'ni qachonki gluten qabul qilinganda o'shanga sezuvchi enteropatiyalar, ya'ni ichakda yallig'lanish holati bo'ladi. Hurmatli vrachlar, gluten tarkibidagi gliadin oqsilchani aytdik. Bu ko'proq mana dukkakli o'simliklar tarkibida bo'ladi. Natijada proksimal och ichakda va distal duodenom, ya'ni 12 barmoqli ichak bilan och ichakda malabsorpsiya bo'ladi, ya'ni so'rilish buzilyapti. Natijada axlatda yog', steatariya. Xudo xolasa, hurmatli vrachlar, bu yerda batafsil aytamiz. Seliak kasalligi bo'lishi mumkin autoimmun kasallik yoki bo'lmasa genetik mutatsiya natijasida yuzaga keladi. Xo'p, autoimmunda, hurmatli vrachlar, boya aytib o'tganimizdek, bir autoimmun kasalligi bor bemorlar. Qandli diabetni birinchi tipi yoki vitiligo kasalligi, qizil tizimli yuguruk kasallik, qalqonsimon bezda autoimmun proses. Shular natijasida seliak kasalligi ham rivojlanishi mumkin. Yoki genetikda demak human leukocyte antigenida DQ2 va DQ8 kabi genlarda mutatsiya bo'lishi mumkin. Ikkalasida ham bizda antitela hosil bo'ladi glutendagi gliadin oqsiliga qarshi. O'tgan dars aytdik, mana gluten tushganda ichakka tarkibidagi gliadin nima qiladi? Absorpsiya bo'ladi. Mana ichak hujayralariga absorpsiya bo'lyapti. Natijada, hurmatli vrachlar, gliadinni bu yerdagi immun hujayralar nima deb olyapti? Antigen sifatida qarayapti. Chunki autoimmun o'zimizga kerakli bo'lgan manbalarni ham antigen sifatida ko'raveradi. Masalan, hurmatli vrachlar, gliadin ichak hujayrasiga tushgandan keyin bu kichik oqsil bo'lganligi uchun bu deaminlanishga kirishi kerak. Shuning uchun bu yerda to'qima transglutaminaza degan fermenti bor. Aynan gliadin oqsilni transaminlab beruvchi. Natijada gliadin sog'lom odamlarda trans aminlanib yanada qonga o'tish uchun udobniy formaga o'tadi. Ana endi bu kasallikda, seliak kasalligi bor bemorlarda gliadinga qarshi antitelalar 3 xilda bo'lishi mumkin. Birinchidan, hurmatli vrachlar, o'sha gliadin oqsili tushgandan keyin ichak hujayrasiga uni aminlab beruvchi to'qima transglutaminaza fermentiga qarshi, ya'ni mana shu fermentga qarshi antitela bo'lishi mumkin. Undan tashqari mana bu gliadinni o'ziga qarshi ham antitela bo'lishi mumkin. Natijada bizda qachonki glutenga boy mahsulot yeyilganda tarkibidagi gliadinga qarshi antitelalar ishlab chiqarilib, hurmatli vrachlar, ular nima qilyapti? Mana ichakda yallig'lanish keltirib chiqarib qo'yyapti. Bu haqda juda molekulyar to'xtalmaymiz, uni bilasizlar. Mana antigen prezentatsiya qiluvchi hujayralar gliadinni fagotsitoz qilib T limfositlarga yetkazib beryapti. T limfositlar interleykin 20 bilan interferon gammani ishlab chiqarib B limfositni aktivladi. Undan antitela hosil bo'lyapti. Endi bu antitela hosil bo'lib to'xtab turadi. Qachonki gliadinga boy mahsulot qayta yeganda aynan o'sha antitela bunga qarshi nima olib boradi? Immun javob olib boradi. Shuning uchun men bu yerda sog'lom ichak hujayralar desak, bu yerda aynan seliak kasalligida uchrovchi ichak hujayralarining ko'rinishi. Bu yerda ko'ryapmizki, mikrovarsinkalar to'kilib ketgan, mana mikrovarsinka qavatlari yo'q va ichakning shilliq qavati atrofiyaga uchrab, mukozal atrofiyaga uchrab,
so'rilish yuzasi mana shunaqa kichrayib qolgan. Natijada ana endi bitta gluten sababli keyingi kiradigan vitaminlar bo'ladimi, minerallar, uglevodlar, oqsillar, yog'lar hammasi hurmatli vrachlar so'rilmaydi. Chunki bu yerda mikrovarsinkalar yo'q. Mikrovarsinkalarda orasida peptidaza yoki disaharidaza kabi fermentlar bor edi. Biokimyoda ko'ruvdik. Shuning uchun u fermentlar bo'lmaganligi uchun ular ana endi so'rilmaydi. Natijada najas orqali chiqib ketaveradi. Bizda mayli bu manbalar chiqib ketgani, lekin so'rilmagani hisobiga butun tanani boshqa hujayralari aziyat yetyapti. Chunki aynan so'rilish nuqtasi buzilgan. Xo'p, davolash hurmatli vrachlar, glutendan dieta qilish, ya'ni glutendan xoli bo'lgan ovqatlar bilan iste'mol qilish. Xo'p, bu tushunarli bo'ldi seliak kasalligida. Autoimmun bo'lishi mumkin yoki mana bu genlarda genetik defitsit bo'lishi mumkin, mutatsiya bo'lishi mumkin. Shuni hisobiga glutenga sezuvchi enteropatiyalar yuzaga kelyapti. Asosan 12 barmoqli ichak duodenumda distal qismida va bu och ichakka ulanib ketadi. Och ichakni proksimal qismlarida so'rilish buzilgan va so'rilishni asosiy nuqtalari ham o'zi shu joylar. Xo'p, ana endi hosil bo'layotgan antitanalar, ya'ni immunoglobulinlar qon orqali qayerga ham borishi mumkin? Teri yuzalariga borishi mumkin. Mana bu yerda ko'rsatilyapti tasvirda. Mana yorqin hurmatli vrachlar ko'rinib turgan tasvir bu aynan immunoglobulinlar. Glutenga qarshi hosil bo'lgan immunoglobulinlar. Teri hujayralariga borib, yuzasiga borib, terini ham shikastlab qo'yadi. Natijada dermatit herpetiformis, ya'ni aynan seliak kasalligida yuzaga keladigan terida mana shunaqa toshmalarga, undan tashqari pufakchalarga, vezikulalarga sabab bo'lyapti. Bu aslida teri kasalligi emas, balki oshqozon ichak traktida yalliqlanish tufayli hosil bo'lgan antitanalar teri yuzasiga borib, xuddi shunday klinikani beryapti. Teri yuzasida yaralar, toshmalar, undan tashqari vezikula, pufakchalar. Yani tekshirib ko'rilganda aynan immunoglobulinlarni ichakdan teri hujayrasiga migratsiya qilinganini ko'rishimiz mumkin. Bu hurmatli vrachlar gerpes virusi bilan emas, mana herpetiformis deganiga, bu aynan seliak kasalligidan keyin. Bunga dapson antibiotiki yaxshi javob beradi. Seliak kasalligini davolash uchun emas, balki seliak kasalligi natijasida yuzaga kelgan dermatit herpetiformisni davolash uchun mana dapson antibiotiki qo'llaniladi. Xo'p, klinika suyakni zinchligi kamayib ketgan. Chunki kalsiy so'rilmaganligi uchun, absorpsiya bo'lmaganligi uchun parat gormon ishlab chiqarib suyakni yemirib yuboradi. Natijada suyak zinchligi kamayib ketgan. Temir defitsit anemiya, ya'ni temir so'rilmagani hisobiga eritropoyez buzilib, temir defitsit anemiyasi yuzaga kelyapti. Undan tashqari hurmatli vrachlar, demak, xavfli o'sma, ya'ni T-sel limfomani riski baland. Chunki bu yerga limfatsitlar jalb qilinib, intraepitelial, ya'ni ikkita epiteliy hujayra orasida ham mana yirik limfatsitlar infiltratsiyasi topilyapti. Shu limfatsitlar ko'payib ketganligi uchun bu yerda aynan limfa to'qimachalarida nima rivojlanishi mumkin? T-sel, ya'ni T hujayrani limfomasi rivojlanishi mumkin. Chunki ko'p limfomalar migratsiya qilingan shu joyga va bu yerga signal kelyapti T limfatsitlarni ko'payishi haqida. Natijada T-sel limfomani riski baland bo'ladi. Deksiloza testi abnormal. Hurmatli vrachlar, deksiloza testi qanday bo'lardi? Esimizda bor-a? Nima edi? Deksiloza ichiriladi. Aha. Ichirilganda agar u ichi orqali chiqib ketsa qazilanish buzilgan bo'ladi. CD orqali chiqsa manfiy bo'ladi u test.
yashang, ya'ni so'rilish yaxshi bo'ladi. So'rilish yaxshi bo'ladi. Xo'p, deksiloza bu oddiy shakar. Mana og'iz orqali ichirilganda bu hurmatli vrachlar hech qanaqa fermentga muhtoj emas. Ya'ni oddiy uglevodlar parchalanadigan yo'llardan o'tmaydi bu. Bu oddiy shakar o'tgandan keyin to'g'ri borib ichakka keladi. Oshqozon osti bezlariga ham muhtoj emas. Natijada bu agar absorpsiyalanib, ya'ni so'rilib, qonga o'tsa hurmatli vrachlar, qon orqali birorta bir hujayraga ham nima qilmaydi? Qabul qilinmaydi. U to'g'ri borib buyrakka boradi. Buyrakda nefronlarda filtratsiyadan o'tib, siydik orqali chiqib ketadi. Demak, deksiloza oddiy shakari ichirilgandan keyin agar siydik tekshiriladi hurmatli vrachlar, siydikda deksiloza musbat chiqadigan bo'lsa, demak so'rilish yaxshi. Chunki siydikda chiqish uchun bu deksiloza aynan ichaklarda so'rilib, undan keyin qonga o'tishi kerak. Qon filtrlanib siydik hosil bo'lganda, siydikda deksiloza oddiy shakari musbat chiqyapti. Lekin deksiloza testi o'tkazilib, axlatda musbat chiqadigan bo'lsa, demak oddiy shakar kelgan oshqozon ichak traktida so'rilishga harakat qilgan, so'rilish buzilganligi uchun u ichaklarda harakatga bo'lib, demak oxiri rektum orqali najas bilan chiqarib yuborilyapti. Ya'ni u hech qanaqa ichaklarda absorpsiya bo'lmadi. Normada absorpsiya bo'lishi kerak. Shuning uchun seliak kasalligida deksiloza testi abnormal, ya'ni axlatdan chiqadi. Chunki ichaklar yallig'lanib yotibdi. Shuni hisobiga deksiloza so'rilmasdan axlat orqali chiqib ketadi. Serologik testda mana to'qima transglutaminaza fermentlariga qarshi immunoglobulin A'lar pozitiv. Undan tashqari aynan bizdagi fiziologiyasida ko'rdik. Mana bu yerda gluten tarkibidagi gliadin oqsiliga qarshi antitela, mana 3 xildagi antitelalarni hammasi serologik testda musbat chiqyapti. Undan tashqari histologiyada varsinkalar to'kilib ketgan, mana varsinkalar kam. Undan tashqari hurmatli vrachlar, mukozal atrofiya bo'lyapti. Kriptalar giperplaziyaga uchrab ketgan. Hozir uni ko'ramiz. Intraepitelial limfositlar ham topilyapti. Mana bu yerda hurmatli vrachlar ko'rsatilgan seliak kasalligidagi histologiyani. Mana bu normal duodenum hujayrasi, ya'ni endoskop yordamida biopsiya qilinganda 12 barmoqli ichak hujayrasini normal histologiyasi. Bu yerda ko'ryapmiz, mana ichak hujayralari shu tariqa joylashgan. Mana bu oq joylar bu bo'shliq, ya'ni kriptalar deb nomlanadi. Mana bu mukozal qavat, bu yerda esa submukozal qavatda Brunner bezlari, ya'ni gidrokarbonat iyonni ishlab chiqaruvchi Brunner bezlari tasvirlanyapti. Seliak kasalligida aynan limfositlar jalb qilinib, bu yerda yallig'lanish bo'lganligi uchun mana hurmatli vrachlar, kriptalar giperplaziyaga uchrab ketadi. Ya'ni kriptalarda bunday bekilib, yo'li to'silib qolyapti limfositlar hisobiga. Kriptalar giperplaziyaga uchragan, bu yerda kriptalarni aniqlash qiyin, mana ozgina qolgan. Undan tashqari mukozal atrofiya. Ya'ni bu yerda mikrovarsinkalar to'kilib tushib, devori mana kichrayib qolganini ko'ramiz. Undan tashqari qora nuqtalar bu limfositlar. Limfositlar, undan tashqari ikki epiteliy hujayra orasida intraepitelial limfositlar ham ko'rilyapti. Hurmatli vrachlar, mana bu yerdagi hamma siyoh rang donalar bu immun hujayralar, neytrofillar. Bunga ham ahamiyat qilib qo'yamiz. Xo'p, tushunarli bo'ldi. Ana endi seliak kasalligini klinikasini ko'ramiz, patogenezini bildik. Bu hurmatli vrachlar, yogurtdan olingan qisqa bir nima bo'ladi? Diagramma bo'ladi. Glutenga qarshi immun javob rivojlanyapti. Natijada yallig'lanish kelib chiqib, bizda surunkali malabsorpsiya, ya'ni so'rilish buzilgan. Simptomlar: qorinda og'riq, chunki ichaklarda ovqat yegandan keyin ichak hujayralariga so'rilmaganda lumendagi bo'shliqdagi ovqat hurmatli vrachlar shu yerdagi nerv uchlarini qitiqlaydi.
NOTC retseptorlarga ta'sir ko'rsatib, qorinda og'riq keltirib chiqaradi. Axlat suyulib, diareya kelib chiqyapti. Undan tashqari, hurmatli vrachlar, vazn tashlash, ya'ni kaxeksiya, temir defitsiti anemiyasi va dermatit herpetiformis, ya'ni teridagi toshmalar, pufakchalar, vezikulalar ham namoyon bo'ladi. Hammada emas, lekin dermatit herpetiformis kelib chiqsa, aynan ichakdagi seliak kasalligi hisobiga. Diagnostikasini ko'rdik. Serologiyada transglutaminaza fermentiga qarshi immunoglobulin A, undan tashqari gliadin oqsiliga qarshi ham antitanalar ko'riladi. Duodenal biopsiyada intraepitelial limfositlar, ya'ni epiteliy hujayra orasida limfositlar topilmasi, undan tashqari bizda varsenkalar to'kilib tushgan, mukozal atrofiya va kriptalarni giperplaziyasini ko'rdik. Riski autoimmun kasallik natijasida kelib chiqadi. Masalan, for example, birinchi tip qandli diabet hisobiga. O'sma riski bor, ya'ni T sel limfomani xavfi bor. Simptomlar bu yerda, hurmatli vrachlar, sistema bo'yicha aytilgan. Umumiy simptom axlat massasini suyulishi, diareya. Shuni hisobiga bemor suvsizlanib qoladi. Teri turg'unligi pasayib, teri quruqlashadi. Yog' bilan oqsildagi o'zgarishlar, muskul massasi kamaygan. Chunki mana oqsil so'rilmagandan keyin gastrointestinal traktda oqsilni eng asosiy joyi, hurmatli vrachlar, bu muskul, skelet muskullari. Oqsillar so'rilmagandan keyin, absorpsiya bo'lmagandan keyin muskullar o'zidagi oqsilni eritib boshlaydi. Proteoliz qilib boshlaydi. O'sha proteoliz hisobiga muskuldagi oqsillar kamayib, natijada muskul massasi kamayyapti. Subcutaneous, ya'ni teri osti yog' qavati ham kamaygan, yog' so'rilmagani hisobiga lipoliz bo'lyapti. Va charchoq. Yetarlicha gemoglobin yo'q, temir defitsit anemiyasi, mana temir defitsit anemiyasi hisobiga charchoq, undan tashqari pallor, ya'ni oqarish bo'lyapti. Kalsiy bilan vitamin D metabolizmi buzilgan, so'rilish buzilgan. Undan tashqari konsentratsiyasi, titri buzilgan. Paratgarmon kelib, suyakni nima qilyapti? Parchalayapti. Suyak zinchligi kamayadigan fraktur, ya'ni suyak mo'rtlashib, tez sinishga moyil bo'lib qoladi. Osteoporoz. Suyakda og'riq, osteomaliatsiya hisobiga. Vitamin K defitsiti hisobiga qon tomirlar devori shikastlanadigan bo'lsa, bizda trombositlar hosil tromb hosil bo'lishi qiyin bo'ladi. Chunki vitamin K jigarda qaysi koagulyatsiyon faktorlarini aktivlab beradi? Jigarda. Esimizda bor. 2-chi, 7-chi, 9-chi va 10-chi koagulyatsiyon faktorlarini, undan tashqari, hurmatli vrachlar, vitamin C bilan, protein C bilan, protein S kabi antikoagulyant proteinlarda ishlab chiqaradi. Shuning uchun vitamin K faqatgina tromb hosil bo'lish emas, balki bizda antikoagulyant protein ishlab chiqarishga ham yordam beradi. Vitamin K universal mana shunaqa manba edi. Jigarda aktivlanib, qonda suyulishda ham, quyulishda ham qatnashib turadi. Endi vitamin K defitsiti hisobiga oson ko'karishlar yuzaga keladi. Vitamin A defitsiti hisobiga keratinlanish kuchayib, giperkeratoz. Xo'p, hurmatli vrachlar, seliak kasalligi bo'yicha nima savollar bor? Xudo xolasa keyingisiga o'tamiz. Tushunarli bo'ldi hammasi? Manda bitta savol bor. Bering Sanoat. Hozir aytdingiz-ku, anaqa immunoglobulin A, immunoglobulin G o'sha shakllanadi, anaqa transglutaminazalar. Aha. Shunaqa turlari borki, mana keladi, bizda endi klinika ko'ramiz. Lekin mana shu ATT immunoglobulin A'larga tekshirganimizda analiz javobida chiqmaydi celiakiya. Shuna holatda nima qilish kerak? Xo'p.
Nima yallig'lanish bor-a lekin. Lekin bolada to'liq o'sha seleksiyani klinikasi bor. Lekin analizda Hmm. chiqmaydi. Xo'p, opa oxirida tugaydi-yu, bir kriteriya ko'rsataman. Maylimi? Bunda yo'q ekan. Topib o'shani ko'rsataman. Bemor keladi. Unda aniqlanmasa nima qilish kerak, aniqlansa nima qilish kerak? Hammasi aytilgan. Xo'p. 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 O'tgan dars ko'ruvdik-ku Gulnora opa. Bugun vaqt ketib qolmasin deb uni nima qilmadik, qo'shmadik. Xo'p, Ko'ruvdik. aha, bo'ldi. Laktazaga intolerantlik bor, hurmatli vrachlar. Buni biokimyoda yaxshi ko'ruvdik. 4-dars edi. Laktazaga intolerantlik bu xudo xohlasa hozir mana bu yerda ko'rsatilgan. Laktoza bu disaxarid. Ya'ni o'zida bir molekula glyukoza bilan bir molekula galaktoza tutadigan disaxarid. Asosan sut tarkibida uchraydi. Normal metabolizmida laktoza tushgandan keyin, hurmatli vrachlar, mana ingichka ichakni o'zida hal bo'lib ketishi kerak. Ya'ni ingichka ichakka laktoza tushganda devorda mikrovarsinkalar orasida uni parchalab beruvchi laktaza fermenti bor edi. Laktaza fermenti laktozani parchalab glyukoza bilan galaktozaga. Ular ichak hujayralariga absorpsiya bo'ladi va yo'g'on ichakka ko'ryapmiz hech qanaqa ish qolmagan. Bu normal hazmlanishda. Mana ingichka ichakni o'zida laktoza parchalanib, so'rilib absorpsiya bo'lib ketyapti. Lekin laktozaga intolerantlik patologiyasi bor. Bu ham so'rilishda malabsorpsiya sindromini bir turi. Bu hurmatli vrachlar, misol uchun virusli enteritlarda yuzaga keladigan holat. Ya'ni virusli enteritlar, viruslar kelib zararlab qo'yganda mikrovarsinkalar to'kilib tushganda, hurmatli vrachlar, orasidagi laktozaga ham zarar yetdi. Laktaza fermentiga. Natijada laktoza iste'mol qilinganda so'rilmasdan laktozaga intolerantlik kelib chiqadi. Bu ana endi masalan virusli enterit bo'lishi mumkin yoki laktaza fermentining genetik defitsiti bo'lishi mumkin. Natija qanday bo'ladi? Laktoza ingichka ichakka tushganda mana no deyapti. Laktaza yo'q deyapti. Laktaza yo'qligi hisobiga bu yerdagi laktoza ana endi yo'g'on ichakka o'tib ketadi. Chunki bu yerda so'rilmayapti, parchalanmayapti. Parchalansa monosaxarid hosil qilsa so'riladi. Lekin shu parchalanmagani hisobiga laktoza o'zi so'rila olmaydi, chunki bu disaxarid, murakkab shakar yo'g'on ichakka o'tdi. Yo'g'on ichakda normal mikroflora bor, bakteriyalar. O'sha yerdagi bakteriyalar o'zidan ferment ishlab chiqarib, bakteriyal fermentatsiya hisobiga endi laktozani parchalaydi. Laktozani glyukoza bilan galaktozaga parchalamaydi, balki bakteriyani fermentini qurbi nimaga yetsa o'shanga. Misol uchun kichik kislotalarga, 2-3 uglerodli kichik organik kislotalarga parchalaydi. Bu organik kislotalar o'ziga suvni atrofdan tortib, axlatni suyultiradi. Natijada diareya bo'lyapti, ya'ni ich ketish. Mana bu kislotalar hosil bo'ldi laktozadan. Atrofdan suv tortib, axlat massasi suyulyapti. Natijada hurmatli vrachlar, osmotik diareyaga sabab bo'ldi. Kislota suvni tortuvchi xarakterga ega bo'lganligi uchun. Bakterial fermentatsiya gaz ham hosil qiladi, karbonat angidrid, metan gazi, vodorod gazlari. Shuni hisobiga meteorizm bo'ladi, ya'ni qorinda gaz to'planib, qorin damlanadi. Dam bo'ladi. Shuni hisobiga qorinda gaz to'planishi va kislota to'planishi hisobiga meteorizm va diareyani ko'ryapmiz. Osmotik diareya bo'ldi, hurmatli vrachlar. Axlatda pH tushib ketgan. Axlatda pH tushdi degani kislotalik ortdi degani. Kislota kimni hisobiga? Mana hosil qilyapti. Bakteriyalar hosil qilgan kislotalar aynan axlatga pH kamayishiga yordam beryapti. Testda, hurmatli vrachlar, gidrogen nafas testi bo'ladi. Laktoza beriladi degan, undan keyin mana nafasdagi havo yig'ib olinib,
bu yerda ko'rsatilgan. Havoni tarkibi tekshiriladi. Normada karbonat angidrid dominant gaz nafasda. Laktozaga intolerantlik holatda mana bu metan, vodorod gazlari hosil bo'lganligi hisobiga nafas tarkibida vodorod bilan metanni ham, ayniqsa vodorodni parsial bosimi oshganligi hisobiga testi nomi ham gidrogen, ya'ni vodorod nafas testi deb nomlanyapti. Nafas tarkibida vodorodni konsentratsiyasi juda giper holatda bo'lib chiqadi. Chunki laktoza parchalanmasdan, hazmlanmasdan yo'g'on ichakka o'tganda aynan vodorod gazlari hosil bo'lib, qonga ham so'rilib, hurmatli vrachlar, nafas orqali nima qilyapti? Chiqarib yuborilyapti. Tushunarli bo'ldi. Bu laktozaga intolerantlik testi kasalligi, aynan laktoza defitsit bo'lyapti. Bu yerda ham ichakda so'rilish buzilib, ayniqsa laktoza yeyilganda namoyon bo'ladi. Natijada bu yerda bakterial fermentatsiya laktozani kislota bilan gazlarga parchalab tashladi. Xo'p, hurmatli vrachlar, 3-buzilish kasalligi bu malabsorpsiya sindromidagi sistik fibroz. Sistik fibroz haqida juda ko'p gaplashamiz hozir. Yetarlicha gaplashamiz. Hurmatli vrachlar, sistik fibroz bu genetik kasallik. F508 mutatsiyasi natijasida. Ya'ni hurmatli vrachlar, F508 degani mana bu xlor ion kanallarni hosil qilishiga javob bo'lgan gen bor. Ya'ni ion kanallar, hurmatli vrachlar, bu nima? Oqsil tabiatli. Oqsil sintezlanish uchun bu oqsil haqidagi genetik axborot xromosomalardagi genda joylashgan bo'ladi. Mana bu bir gen deb olamiz. Bu gen xlor ion kanallarni sinteziga javobgar. Aynan o'sha gen nimadan iborat? Nukleotidlar ketma-ketligidan iborat. Bu yerda hurmatli vrachlar, genetik mutatsiya hisobiga hosil bo'lgan xlor ion kanali, ya'ni oqsil transporterini 508-aminokislotasidagi fenilalaninda o'zgarish bo'ladi. Natijada xlor ion kanallari mutatsiyaga uchragan, ishlamaydi hurmatli vrachlar. Normal strukturaga ega emas. Undan keyin hosil bo'lmaydi. Xo'p, bu bizda nima xalaqit beradi? Oshqozon ichak traktiga deganimizda, mana hurmatli vrachlar, bu yerda ko'rsatilgan aynan xlorni tashib beruvchi transporter oqsili bu normal holatda mana sintezlanib hujayra yuzasiga chiqaryapti. Natijada xlor ionini transportiga javob beradi. Bizda mutatsiya bo'lgandan keyin genda bu oqsillar parchalanib ketadi hurmatli vrachlar, proteosomalarda. Chunki mutatsiyaga uchragan gen bor unda. Shuning hisobiga xlor ion kanallari yetarlicha hosil bo'lmaydi. Sistik fibroz degani patofiziologiyasi shu. Bizda xlor ion kanallarni hosil bo'lmasligi. Hurmatli vrachlar, bu ko'proq bizda shilliqlarni suyuq bo'lish kerak o'zi. Mana balg'am, bundan tashqari aytaylik oshqozon ichak traktida ishlab chiqariladigan shilliqlar, bundan tashqari jigardan ishlab chiqaradigan o't suyuqliklar tarkibida yetarlicha suv ushlashi kerak hurmatli vrachlar. Chunki dukt bor, dakt, yo'llar bor. O'sha dakt yo'ldan suyuq narsa tezroq harakatda bo'ladi. Bizda hozir xlor ion kanallarini defitsiti hisobiga, mutatsiyasi hisobiga xlor hurmatli vrachlar yo'q, ishtirok etmaydi. Natijada xlor hujayra ichiga kirmagandan keyin natriy ham kirmaydi hujayra ichiga. Shuni hisobiga hurmatli vrachlar, natriy o'zi bilan suvni tortib yuradi-yu, natriy yo'q, suv yo'q. Natijada bu yerdan ishlab chiqaradigan shilliqlar ana endi suvi juda kam bo'ladi. Quyuq bo'ladi. Natijada yo'lda harakatlanayotganda, biror bir daktda harakatlanayotganda bu yerda hurmatli vrachlar tiqilib qolishi mumkin. Hozir xudo xolasa ko'ramiz. Surunkali nafas yo'llarida obstruksiyaga sabab bo'ladi yoki gastrointestinal traktda malabsorpsiya sindromiga sabab bo'ladi. Klinikasida hurmatli vrachlar, surunkali produktiv yo'tallar, sinopulmonariy infeksiyalar, qaytalanuvchi infeksiyalar
oshqozon osti bezi yetishmovchiligi va erkaklarda bepushtlikka sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni urug' yo'lida aynan hurmatli vrachlar ishlab chiqarilayotgan suyuqlikni suvsiz holatda bo'lish natijasida tiqilib qoladi. Xo'p, xudo xolasa diagnostikada genetik testda aynan ushbu genda mutatsiya bor. Undan tashqari terida xlor ionlari nimasi titri baland bo'lib ketadi. Endi bu yerda gaplashamiz patofiziologiyasini. Mana bu hurmatli vrachlar normada ter bez hujayralari, bu esa bo'shliq mana. Normal holatda teridan hurmatli vrachlar tuz yo'qotilishi oshib ketmasligi kerak. Ya'ni masalan inson terlaganda tarkibida natriy juda ko'p yo'qotilmasligi kerak. Shuni hisobiga mana bu ko'k rangda ter deb olsak, ishlab chiqarilgan ter deb olsak, ana endi hurmatli vrachlar mana bu xlor terni epitelial hujayralariga kiradi, o'zini ion kanallari yordamida mana CFTR ion kanallari yordamida ichkariga kiradi. Natijada yonida joylashgan natriy ion kanallariga ham signal kelib, natriy ham terdan epitelial hujayraga o'tadi. Natija qanday bo'ldi hurmatli vrachlar? Natija ter tarkibidagi natriyni xlor epiteliy hujayrasiga olib kirdi. Natijada natriy ham o'ziga ozroq suvni tortadi. Organizm terlash orqali juda ko'p suv yo'qotib yubormaydi. Endi sistik fibrozda xlor ion kanallarini yo'qligini ko'ryapmiz mana. Xlor ion kanallar bu yerda bor, bu yerda esa yo'q. Sistik fibrozda xlor ion kanallari ishlab chiqarilishi buzilgan. Natijada ter tarkibida xlor qolib ketadi. Natriy ion kanallariga ham ochuvchi signal kelmaydi. Natriy ham qolib ketgan hurmatli vrachlar ter tarkibida. Ter qo'pol qilib aytganda sho'r bo'ladi. Ter ishlab chiqarganda ter bezlari. Ter sho'r bo'ladi va natriy chiqarilganligi hisobiga tez terlar, bular suvni ham ko'p yo'qotadi, degidratatsiya. Bu ter bezlaridagi patofiziologiya. Endi hurmatli vrachlar nafas yo'llarini olamiz. Mana bu normal mukus, ya'ni bu balg'am deb olamiz hurmatli vrachlar. Balg'am tarkibida mana ko'ryapmiz. Normada qanday bo'lishi kerak? Normada bu yerda xlor natriyga teskari holatda ishlaydi. Tepada bir xil yo'nalish edi xlor bilan natriyni. Ana endi bu nafas yo'llaridagi epiteliy hujayra ichidan xlor hurmatli vrachlar tashqariga chiqadi mana. Xlor tashqariga chiqdi. Tashqariga chiqqan xlor natriy ion kanallarini bloklaydi. Natijada hurmatli vrachlar natriy epiteliy hujayra ichiga kirib ketib, o'ziga suvni tortmaydi-yu, natriy shu balg'am tarkibida qoladi. Natriy qolganligi hisobiga suv ham natriy bilan birgalikda qolib, balg'am hurmatli vrachlar suyuladi. Ya'ni suv yetarlicha bor. Lekin sistik fibrozda xlor ion kanallari tashqariga chiqmayapti. Chunki buni ion kanallari yo'q, yetarli ishlab chiqarilmagan. O'shanda mana natriy ion kanallarini bloklovchi manba yo'q. Natijada hurmatli vrachlar natriy epiteliy hujayra ichiga kirib ketadi, o'ziga suvni tortadi. O'shanda mana suvsizlangan mukus, ya'ni balg'am mana shunday quyuqlashgan, suvsizlashgan holatda bo'ladi. Tushunarli bo'ldi? Bizda gastrointestinal traktda mexanizmi shunday, mana pastda terida alohida xlor bilan natriy bir xil harakat edi. Lekin nafas yo'lida gastrointestinal traktda sistik fibrozda aynan xlor chiqib, natriy ion kanallarini qayergadir ketib qolishini bloklab turish kerak hurmatli vrachlar. Ya'ni shu shilliq tarkibida natriy qolsa, o'zi bilan suvni olib qolib bu suyuladi. Lekin xlor bo'lmasa, natriy qayergadir ketib qoladi. Ya'ni natriy ion kanallarini xlor bloklay olmaydi. Bu yerda ko'rsatilgan sinusitlarga sabab bo'ladi. Undan tashqari hurmatli vrachlar barrel ko'kragi deyiladi. Mana pnevmoniyalar, bronxoektazlarga, biliar sirozlarga, ya'ni o't yo'llarida ham o't kislotalar hurmatli vrachlar quyuq holatda kelib o't yo'llari obstruksiyasiga sabab bo'ladi. Keyingi klinikani keltirib chiqaraveramiz. Yog'lar
hazmlanmagan, so'rilmagan najasda yog' chiqadi. Kaheksiya, ozib ketish. Chunki gastrointestinal traktda ham mukozlar quyuq ishlab chiqarib, hurmatli vrachlar, aynan o't yo'lini, oshqozon osti bezidagi egzokrin nima ishlab chiqaradi? Ferment, 12 barmoqli ichakka. Virsung yo'li orqali. Shu yerda berkilish bo'lsa, yetarlicha chiqmagan fermentlar, o't kislotalar, so'rilish buzilgan. Endi ko'rindi. Aha, bo'l. Biliar sirrozlarga undan tashqari oshqozon osti bezida egzokrin yo'li, virsung yo'li nima ishlab chiqaradi? Ferment. Shu yo'ldan berkilib qolish natijasida yetishmovchilik. Qandli diabet rivojlanishi mumkin, bizda sistik fibroz natijasida. Xo'p, qo'l panjalari nog'ora shaklda, najas qattiqlashgan, ya'ni qabziyat bo'lyapti, yetarlicha suyulmagan. Erkaklarda jinsiy bepushtlik, ya'ni urug' yo'llari ham bekilib qolish natijasida mana spermatozoidni, hurmatli vrachlar, harakatlanishi buzilgan. Undan tashqari uni konsentratsiyasi ham kamayib ketgan. Oxirgi kasalligimiz tropikal spread deb nomlanadi. Bu, hurmatli vrachlar, juda oddiy. Nimaga o'xshaydi? Seliak kasalligiga o'xshaydi. Faqat bu antibiotiklarga yaxshi javob beradi. Yana bir tarafi tropik mamlakatlarda, Janubiy Amerika mamlakatlarida uchrovchi aholida ko'proq uchraydi. O'sha yerda sayohat qilgan turistlar ham bir necha oy qolib ketganda tropikal spread kasalligi aniqlangan. Xo'p, bunda ham 12 barmoqli ichak bilan demak och ichakda absorpsiya buzilgan, natijada malabsorpsiya rivojlangan. Klinikada megaloblastik anemiya, vitamin B9 bilan 12 yetishmovchiligi hisobiga bu yerda ko'rsatilgan. Megaloblastik anemiya malabsorpsiya sindromida gaplashgan umumiy klinikadagi belgilar. Bu, hurmatli vrachlar, qisqacha ma'lumot. Asosiy kasalliklarimiz sistik fibroz, laktozaga intolerantlik va seliak kasalligi bo'ldi. Hurmatli vrachlar, keys bor. Mana Xudoga tavakkal qilib 4 ta keysni nima qildik? Mana 4 kishimiz bitta tahlil qilamiz. Hurmatli vrachlar, bemor 27 yoshli ayol ambulator qabulida surunkali diareya nimasi bilan, shikoyati bilan. Anamnez: bemor 6 oydan beri kuniga 3-4 marta bo'shashgan, hajmi ko'p, badbo'y, unitazda suzib yuradigan najas ajralishdan shikoyat qiladi. Shu davrda 5 kilogramm vazn yo'qotgan 6 oyda. Doimiy holsiz, tez charchaydi. 1 yil oldin temir tanqisligi anemiyasi aniqlanib, peroral temir preparatlari tayinlangan. Ammo gemoglobin sezilarli ko'tarilmagan. Ginekologik qon yo'qotish inkor qilingan. Ya'ni esimizda bo'lsa aytuvdiga, temir yo'qotilish yo'llari kam. Erkaklarda asosan harakatda teri orqali chiqib ketishi mumkin. Oshqozon ichak traktini shilliq qavati qonaganda ketishi mumkin. Ayollarda menstruatsiya sikli asosiy temir yo'qotilish yo'li. Shuning uchun bu yerda ginekologik qon yo'qotish inkor qilinyapti. So'nggi oylarda tirsak va tizzalarni yozuvchi yuzalarda kuchli qichishuvchi papulovizikulyar toshma paydo bo'lgan. Oilaviy anamnezda onasida qalqonsimon bezida autoimmun kasalligi bor. Xo'p, ko'rik. Tana vazn indeksi 18,2 kilogramm taqsim metr kvadrat. Arterial bosim 108 ga 68, pulsi 82 da. Terisi va shilliq qavatlari oqargan, atrofik glassit. Qorin yumshoq, meteorizm, gaz to'plangan, og'riqsiz. Diagnostikada umumiy qon tahlilida gemoglobin, hurmatli vrachlar, 98, mana past deb beryapti.
MCV 76 femtolitr, bu ham past. Qon biokimyosida ferritin 7, past hurmatli vrachlar, albumin 3,2, bu ham past. Najasda yog', steatariya aniqlangan. Najas ekmasi, parazitlar yo'q, infeksiya yo'q. Ushbu bemorda tashxisni tasdiqlash yo'lidagi eng maqbul dastlabki tekshiruv qaysi? Javob. Hop, A javobmi? A javob. To'qima. aha, to'qima transglutaminaza. Atotogimnoglobulin A. Antitela aniqlash. Yaxshi, mana bu C javobda qaysi kasallikda bo'lishi mumkin? Teridagi xlorid O'sha konsentratsiyasi. mukovissidozda, gistofibrozda shunaqa bo'ladi. Yashang. Oxirgi tushuntirganingiz. Aha. Klinik kes tahlilda, hurmatli vrachlar, bu yerda to'g'ri javob berilgan, o'qib qo'yamiz. Patofiziologik mexanizmi, boshqa variantlar nega noto'g'ri? Klinik PRLM bitta xudo xolasa ko'rsatma sifatida berilgan. Ikkinchi kesda o'qiymiz. Gulnora opa boshlang. Hozir. 19 yoshli erkak ambulator qabul, qorin dam bo'lishi va diareya bilan kelgan. Anamnizi 3 hafta oldin bemor o'tkir virusli gastroenterit bilan og'rigan, qusish, suvli diareya 4 kun davom etgan va to'liq tuzalgan. So'nggi 2 haftada sut, muzqaymoq yoki qaymoqli qahva ichgandan 30-90 daqiqa keyin qorin dam bo'lishi, kuchli gaz ajralishi, qorinda burab og'riq va suvli diareya paydo bo'lmoqda. Sut mahsulotlarisiz kunlarda shikoyat yo'q. Ovqatlanmagan, och holatda va tunda diareya kuzatilmaydi. Vazni o'zgarmagan, isitma, qon aralash, najas va toshma yo'q. Sayohat va antibiotik qabul qilish anamnezda yo'q. Ko'rik. Tana vazn indeksi 23,4, harorat 36,7, qorin meteorizm, peristaltika jonli, terisi toza, toshmalarsiz. Laborator ma'lumotlar: gemoglobin MCV 14,1, albumin 4,3, najas osmotik yorig'i 145, najas pH 5,1 pasaygan, najasda yog' normal, immunoglobulin A anti TTG manfiy. Bunda bemordagi simptomlarning eng ehtimoliy mexanizmi qaysi? Bitta anaqa laktoza A javob. Aha. Cho'tkasimon hoshiya laktazasi faolligini pasayishimi? O'sha. A javob. Laktaza fermentini faoliyati pasayishi. Faoliyatini B pasayishi. javob qaysi kasallik opa? Bu anaqa celiakiya. Celiakiya. Celiakiya Sechi? qozon osti bezining egzokrin yetishmovchiligi. Sistik fibrozni sistik fibrozni Gistofibroz. to'g'ri. Uchni o'qiylikchi Sanoat opa. 3-bemor 9 oylik o'g'il bola, pediatriya qabuli, rivojlanishdan orqada qolish, anamnez: ota-onasi bolaning yetarli vazn olmayotganidan xavotirda. Ishtahasi yaxshi bo'lishiga qaramay, so'nggi 4 oyda vazni egri chizig'i persentillar bo'ylab pasaygan. Najasi kuniga 3-4 marta, hajmi ko'p, yog'li, badbo'y va yuvilishi qiyin. Yangi tug'ilganlik davrida mekoniy ajralmasi kechikkan va qorindan bo'lish kuzatilganligi sababli kuzatuvda bo'lgan. Hayotining birinchi yilida 2 marta pnevmoniya bilan yotqizilgan, doimiy balg'amli yo'tal saqlanadi, emlashlar to'liq. Ko'rikda endi aniq vazn, bo'y 3-da nima deydi endi -3 soy,
Endi nafas olishi, o'pkada tarqoq xirillashlar, ko'krak qafasini oldingi o'lchami kattalashgan, teri osti yog' qatlami kamaygan. Endi laboratoriyada elastaza vokalida ko'rsatkich past, axlatda yog' ko'p, endi protrombinlar vaqti uzaygan, vitamin D past, keyin bo'lsa endi balg'am ekmasida Staphylococcus aureus bor, immunoglobulin A ATTG manfiy. Bu tiniq mukovitsidoz bu. Ushbu holatda kasallik asosiy patogenetik mexanizmi qaysi? A javob. Aha. Xlor kanalining funksiyasi buzilishi. Xlor kanalining funksiyasi buzilishi. B javobda opa qaysi kasallik bo'ladi? Gliadinga qarshi immun Celiakiya. holatni shilqavat shikastlanishi bu shunda celiakiya. C javobda ingichkachakda bakteriyaning ortiqcha o'sishi bu уже infeksiya. D javobda cho'tkasimon hoshiya bu aniq disaxaridaz yetishmovchilik, ikkilamchi laktoza yetishmovchilik. D javob. Aha, yashang. Xo'p, demak, to'g'ri javob A. bu yerda Xo'p, bu yerda tahlili keltirilgan. Bo'ldi opa, rahmat. Dilnoza opa, shu yerdamisiz? Shu yerdaman. Assalomu Aha. Assalomu alaykum. 4-kesni o'qiymiz. 34 yoshli erkak, gastroenterologiya qabuli, surunkali diareya. Anamnezda bemor qurilish muhandisi bo'lib, Janubiy Sharqiy Osiyoda 10 oy ishlab, 3 oy oldin qaytgan. Sayohat davrida o'tkir ichki ketishi bo'lgan va o'z-o'zidan tuzalgan. Qaytgach 4 oydan beri hajmi ko'p, yog'li najas, meteorizm, 8 kilogramm vazn yo'qotish kuzatilmoqda. Tilda achishish va og'riq, holsizlik bezovta qiladi. Bezaga qarshi profilaktika o'tkazgan, bezgakka qarshi. Yaqin oylarda antibiotik qabul qilmagan, parhezda gluten cheklanmagan, najas tahlilida parazitlar jumladan Liambli antigeni aniqlanmagan. Ko'rishda tana vazn indeksi 19, tilda atrofik gastrit, gemoglobin 95, MSV 108, zardob holati pasaygan, vitamin B12 pasaygan, anti-TTG manfiy, immunoglobulin, duodenal biopsiyada varsinkel atrofiya, skript giperplaziyasi. Ushbu bemor uchun eng maqbul davolash usuli qaysi? Pankreatik fermentlar o'rni bosuvchi davolash usuli. Eng oxirida ko'rdik, qisqa kasallik. Tropik dedik-ku, shuning uchun mana Janubiy Sharqiy Osiyoda yashaganda 10 oy. Qaysi bo'ladi opa? Antibiotiklarga javobi yaxshi dedik-a bunda. Seliak kasalligiga o'xshaydi. Faqat bu tropik mamlakatda uchraydi. Antibiotikka nima dedik? Yaxshi javob mana. Yaxshi javob qaytaman. Tropikal splay kasalligi. O'shanda qaysi bo'ladi? S javobmi? Yo'q, A javob bo'ladi, opa. C javob bu sistik fibroz-ku. Pankreatik fermentlar chiqmagan hisobiga. B javobda qaysi bo'ladi? B javob qaysi kasallik? Seliakiya. D javobda laktoza fermenti defitsit. Bu yerda ham A javob aytib tahlil bo'lgan. Bu antibiotik bilan davolanadi.